Hozirgi kunda trendga aylangan, eng ko'p sotilayotgan elektromobillar ichida Leap Motors C16 mashinamiz bugun mehmonimiz. Mashinamizga ham o'zini zavodskoy pultidan qilib berdik. Ishlashlarini ko'rishlaringiz mumkin. Plus orqa monitor va old monitorda kerakli ilovalarni qilib berdik mana. Shu bolakayimiz sразу YouTube'dan multfilmlar qidirishni boshladi. To'g'rimi? Mana YouTube'larimiz hammasi birga-bir ishlaydi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Orqa monitor bilan birga ishlaydi. Ko'pchilik orqa monitorni ishlatib bera olmagan ekan. Leap Motorschilar bizga aytadi. Mana kerakli 15 xil ilova bor. Yandex.Music, Navigator, Telegram kanallarimiz bor, Kontrakam, xullas barcha kerakli prilojeniylarni shu kecha kunduzdagi hayotimizdagi kerakli prilojeniylarni ustanovka qilib berganmiz. Inputlarni ham programma qilib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ishlarni sifatli, chiroyli qilib beramiz. Buxoro bo'yicha Leap Motors bo'yicha biz ofitsial salon bilan birga hamkorlikda ishlayapmiz. Ya'ni Buxorodagi Leap Motors salonidan sotib olingan mashinalarni barchasini biz programma qilib beramiz. Borib ham programma qilib beramiz. Servisga bizning o'zimizga ham kelishadi. Boshqa Leap Motors bor akalarimiz ham bemalol kelishlaringiz mumkin. Farqi yo'q. C16, C01, C11 barchasini programma qilib ishlaringizni chiroyli qilib beramiz. Pultlaringiz yo'q qolgan bo'lsa, pultlarimizdan ham o'zimizda bor.